ertalab tong va yana sizlar bilan Minecraft. Yo, ertalab bo'libdimi? Wow, mazza qilib uxlabman bugun. Mana telefonimizdan olamiz. Eski joyga. Такой себе. Yo, bacha, assalomu alaykum. Короче, sizlar bilan o'sha Rafa Minecraft o'rab yo, obunachilik kanalga like bosib obuna bo'lib qo'yamiz. Va o'zimga oldim, endi tez chiqib polizni yig'ishtirish kerak obunachilar. Nima desam bo'ladi? Yo, obunachilar, iltimos, короче, kanalga like bosibchi. What the fuck? Qo'yinglar obunachilar. Qachon men 100 ta bo'laman? Voy Rafiya. Oho. Seni mer chaqirtirganlar. Xo'p, hozir boraman unda. Rahmat. Xo'p. Yo, yana ish bo'lsa kerak obunachilar. Nimaga mer chaqirtiryapti? Yo, what the fuck? O'zi ham bilmaydi, menimcha mana shu merga borib. Bir kun urib tashlayman namashmyorda. Keyin bu qishloqdan haydalib ketaman. Keyin o'zim 77-qishlog'imga ketaveraman, nima deydi? Ketaveraman. O'shaning uchun bundan jim ana sal kamroq ish buyurish kerak-da menga ham. Короче, qisqasini aytganda obunachilar. Buni tashlaymiz. Okey. Obunachilar, sizlarga qanaqa qo'shiqlar yoqadi? O'shani kommentariyaga yozib ketinglar yoki qaysi youtuber, hacker yoki racker obunachilar. Qaysi biri yoqsa kommentariyaga go obunachilar. Hozir короче Solg'in boymer aka, solg'in mer. Nima qilib yaxshimisiz, so'lab yaxshimi? Men sizga короче salomlab keldim. Rahmat. Короче, alo, kartoshkalar olgan. Xo'p, berinchi. Mayli, o'zim shuni o'ylayapman. Salom. Alaykum assalom. Meni Islom boymer. Meni tanishtirmadi-yu, ha? Da, meni tanishtirmadi. Xo'p, mana kim bu? Bu boymer aka, короче, men shashashalarga uy qurib berish kerak. Lekin men uy qura olmayman lekin. Atak pul berardilar. Bo'ldi, qo'rqib tashlayman eski joyga. Obunachilik kanalga o'z obuna qo'yinglar. Men pulli bo'lishim kerak, obunachilik bilasizlar shuni. Tez qilib tashlash kerak. Obuna olamiz. Mana olmadimmi? Albatta ketdik. Daraxtchof kelishimiz kerak obunachilar. Keyin shaharga ham borib kelishimiz kerak menimcha. Nima desam bo'ladi obunachilar? Tez mana boymer akani uylarini aniq olishim kerak. Qurishim kerak obunachilar. Если obunachilik kanalga obuna qo'ying iltimos. Obunachilar iltimos, короче, kanal rivoji uchun kanalga obuna qo'yinglar. Men bitta nima yarli? Men bu tog'dan daraxt chopganman, lekin ana shoxlarini olib ketmaganman. Albatta, meni miyam kalkulyatsiya. Oyog'im. Hurmat qiling. Yo, obunachilar kanalga obuna qo'ysanglar, zo'r ishlar bo'lib ketardi. Tak. Men yaqinda piknik qilmoqchiman do'stim bilan. O'shaning uchun qatdan aniqlayman. Nima desam bo'ladi? Qatdan joy o'sha piknik qilish uchun
joyda lekin turibman hozir obunachilar. Qatdan короче tayyor qattiqdanli. Короче obunachilar. Choq iPhone 13 Pro Max. What the fuck? Okey, maptuna bu. Va, короче de. Mapta ozgina kompyuterxonada kompyuter o'ynayman. Короче obunachilar, nima bo'lsa ham biz tosh qazib kelamiz obunachilar. Yo obunachilar, короче mana men toshni qazib bo'ldim obunachilar. Okey. Endi uy qurishdilar, uyni mana mashqdan quraman obunachilar. What the fuck, maza qilmayman короче. Uyni mashqdan quraman obunachilar. Yo, mana bu tozalab bo'ldim. Endi men buni ham sal ochishimiz kerak obunachilar. Shuning uchun kanalga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar obunachilar. Qanaqa quramiz? Mundoq qilamiz. Tak 4 talik qilamiz obunachilar. Oh my. Oyoqim. Shu o'zim sakrayman obunachilar, keyin aniqlab qilib qo'yaman o'zimni. Oyog'imni ortib qo'yaman. Obunachilar, bu uyni qishloq stilida quraman menimcha. Hattoki qishloq stilida qurmasam ham menga farqi yo'q. Menga pul bersa bo'ldi obunachilar menimcha. 4 ta bo'lishi kerak. Va buni anaqa qilamiz. Qanaqa noodatiy bo'lishi uchun. O'shanda zo'rroq chiqsa kerak obunachilar. Sizlar kanalga like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, hammasi normalniy bo'lib ketadi menimcha obunachilar. Mundoq va mundoq qilamiz va mundoq. Mana obunachilar anosini konstruksiyasini to'g'rilab oldim obunachilar. Mana buni taxtaga aylantirib chiqsam, menimcha bo'ldi. Nimalarga kirib ketdi? Bo'ldi. Qanaqadir bug bo'lsa kerak menimcha. Hamdan bitta o'yna bo'ladi. Mana biz tashlaymiz. Buni nimadir men keyin obunachilar tosh ham kovlab keldim. Chunki tosh yetmay qoldi obunachilar. Ana konstruksiya zo'r bo'lyapti-ku, dedik obunachilar. Ko'rgansizlar, eshitgansizlar. Okey, oh my god. Mana buni bundoq qilib, mana buni pulni bu yog'ini yopar ekanmiz demak, shunda bu yoqda o'yna bo'lmaydi menimcha. Bu yoqda o'yna bo'lmasa, yo, mana bu yoqda o'yna qilamiz obunachilar. Chunki o'yna bo'lmasa ham, anoda obunachilar chiroyli chiqmasa ham o'yna turish kerak. IQ obunachilar, IQ katta jigarim. Endi menga versak kerak bitta. Versak yasash qiyin emas obunachilar, to'g'rimi? Bundoq qilib, bundoq qo'yamiz. Okey obunachilar. Mana buni qo'yib turamiz. Buni qo'yib turib, endi ishi yashash. Nima dedi? What the fuck? Yasash kerak. Keyin ana what the yetmaydimi deyman obunachilar. Okey. Menimcha zo'r bo'ldi. Obunachilar, menda bitta ideya tug'ilib qoldi. Hozir shuna daraxt chopib keldi obunachilar. Yo, mana obunachilar, men короче daraxt chopib kelib bo'ldim obunachilar. Endi men buni to'q qo'yib, okey. Короче, keyin bundoq qilamiz-da. Choq. Ana. Menimcha ana. Bo'l. Yo, bo'ldi obunachilar, menimcha bundoq. What the fuck?
Video cho'zilib ketmayaptimikin obunachilar? Nimadir o'ylaydi. Ko'proq video chiqaraman. Shu mana, короче, uyga qurib bo'ldik. Endi obunachilar, ana so'raymiz, mebelni qo'yib beramiz. Takoy. Yo, boymerga uy tayyor, endi menga mebel kerak. Baba javob beringlar, mashinasini olgildi. Shaharga borib mebellar olib kelgan xo'p, pul berasizmi? Da. Janob mer pul bering. Sandig'imni ol. Xo'p. 200 ming taliydan bir stak olaman bo'ldi, xo'pmi? Xo'p. Unda men ketdim. Telefonni olamiz. Bundoq qilib, bundoq ketaman shu atroflarda. Yo, mana obunachilar, короче, qaytib keldim. Nimalar olding? Obutselar. Obunachilar. Ozgina qoldi, короче. Mana obunachi joppa joyiga to'xtatib oldim. Mana obunachi, короче, otgan narsalar va o'zimga bitta diamond oldim. Endi bularni joylashtirib bersam bo'ldi. Yo, mana obunachilar, короче, uy qurib bo'ldim. Takoy себе bo'ldi. Men takoy себе mana o'ynab o'tirsanglar bo'ladi kompyuterda. Ana bilan bersak, allarni solib qo'yamiz o'zlarini surlarini. Aytgancha boymer aka telefon ham oldim aytgancha. Mana boymer akaning telefonlari, короче, bo'ldi. Endi ana qilaman. O'zi ham kuni bo'yi ishladim. Xo'p. Yo, boymer aka, menga pul berasizmi? Da, sandig'dan olib beringlar so'rab. Men pul berasizmi? Da, sandig'dan oldi. Xo'p, rahmat, короче. Qancha oling? 300 ming ol. Yo'q, 500 ming mayli. Xo'p. короче, 500 ming olaman. Men bundan bitta olaman, men bundan 3 ta olaman. Shunaqa to'g'ri. To'g'ri hisoblang. Yana 100 ming so'm. Yo, ko'payib ketdi. Men короче 100 ming 500 ming oldim. Obunachilar, mana qaranglar, shuncha pul. Shu, короче, hammaga xayr obunachilar. Savollar sanat bo'lishi kechqurun bo'lib qopti.